Assalomu alaykum, xayrli kech YouTube kuzatuvchilari, akalar, tinchmisizlar, ukalar, birodarlar, do'stlar, opa-singillar, xullas kalom hammaga. GAI bilan gaplashishni ham qonun qoidalarini bilib olishimiz kerak edi. Men bitta video qo'ydim hozir, bu videodan oldin GAI bilan gaplashganim videosini qo'ydim. GAI to'xtatib sizga qonun buzarligingiz haqida aytsa, mana bunaqa ish qildingiz desa, siz uni tan olishga majbur emassiz. Birinchisi, sizni qonun buzarligingizni isbotlab berish uni majburiyati. Siz qonun buzmaganingizni isbotlab, siz oppoqligingizni isbotlash sizni majburiyatingizga kirmaydi. Bu sizni konstitutsiyaviy haq-huquqingiz, o'zingizni va o'zingizga yaqin qarindoshlarga nisbatan nima deydi uni, guvohlik bermaslik degan konstitutsiyada qonun bor. Siz o'zingiz va o'zingizga yaqin qavm qarindoshlaringizga qarshi guvohlik bermaslikka haqlisiz. Birinchi o'rinda o'zingizga. GAI to'xtatdimi, mana bunaqa ish qildingiz deydimi, u isbotlab berish kerak sizni shu ish qilganingizni. Foto, video fiksatsiya yoki 3 tami 2 ta xolis to'xtatib, o'sha xolis qo'l qo'yib, haqiqatda mana bunaqa joydan o'tdi deb sizga guvoh bo'lib berish kerak. O'sha joyi o'zida, mabodo bayonnoma tuziladigan bo'lsa, o'sha joyi o'zida xolis to'xtatib, guvoh to'xtatib, o'sha yerda o'zida sizni aybingizni bayonnomaga yozish kerak. Tushundingiz-a? Mana bunaqa ish qildingiz-u desa, bir xilla sirazi tan oladi. Bir xilla emas, 90% voditel tan olib pul beradi yoki kichkinaroq bir narsa yozib bering, unaqa bering, bunaqa bering deb yo GAIdan yordam so'raydi. Unaqa qilmanglar hech qachon. U GAI xodimi isbotlab berish kerak sizni narushение qilganingizni. Birinchidan isbotlab berish kerak. Chunki bu qog'oz boyagi sizga tuzilayotgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qog'oz u. U oddiy qog'oz emas. Siz jinoyatchi bo'lasiz. Ma'muriy ishlar bo'yicha javobgar bo'lasiz. Bu oddiygina to'xtatib turib, mana qilding-ku, davay deb turib yozib beradigan narsa emas. Guvoh kerak, doказательство kerak. Qizildan o'tdingizmi, palasa bosdingizmi, yo'l bermadingizmi kimgadir, обязательный foto, video fiksatsiya yoki 2 ta guvohni nimasi bo'lishi kerak. 2 ta guvoh bo'lishi kerak. Sizni narusheniyingizni yozib, sizga shtraf to'latish uchun обязательно mana shu quyidagi men aytib o'tgan narsalar bo'lishi kerak bayonnomada. Faqatgina o'zingiz tan olib qo'ymasangiz, ha ko'rmay qolibsiz desa, ha ko'rmay qolibman desangiz bo'ldi, pishdingiz. Body kamerasi ishlab turibdi, siz ha ko'rmay qolibman deganingizni sirazi videoga oladi. To'xtatdimi? Eng oson yo'li mashinani oynasini GAIshni yoningizga kelsa ham ochmaysiz, gaplashmaysiz, paka mana shunaqa qilib videoni yoqmasingizdan oldin zapisni yoqib, oynaga qaratib, mana GAI tomonga qaratib, zapisni bosasiz, keyin oynani ochasiz. Keyin oynani ochib, gaplashishni boshlaysiz. O'shanda GAI xodimining har bitta gapi, har bitta qilayotgan ishi qonuniymi, qonuniy emasmi, ertaga mabodo siz ham norozisiz, lekin u noroziligingizga qaramay yozib, begona joylardan, qanaqadir joylardan bir guvoh topib, qo'l qo'ydirib, shtraf yozdirib yuboradigan GAIshniklar bor. Ehtiyot bo'linglar o'shaning uchun. Постоянный zapis qilinglar. Davlat xodimi bilan gaplashdinglarmi, o'zingizlar zapis qilinglar. Hech qachon tan olmanglar. Sizni 2 ta guvohsiz, foto, video fiksatsiyasiz to'xtatib sizga narshini yozaman desa tan olmanglar. U prosta tak yozilib turib siz to'lab yuboradigan narsa emas. U bitta nima GAI hop ko'rib qopti, nimadir sal boshqa bosib qo'yibsiz palasani. Shunga nima siz
bir kunlik ish haqingizni to'lashingiz kerakmi? Hech qachon ham. Odamni shtraf to'latish eng qiyin narsa bo'lishi kerak aslida. O'shaning uchun yaqinlarim ehtiyot bo'linglar. Hech qachon davlat xodimi bilan gaplashayotganinglarda aybinglarni tan olmanglar. Sog'lik, salomatlik, hech qachon gayiga ishinglar tushmasin, militsiyaga ishinglar tushmasin. Gaplashamiz. Tinch bo'lasizlar.